Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus solihat. Mana bugun Abdulloh qori aka, sizlarni birodaringlar bugun Qur'onni tugatdilar inshaalloh. Yaqulul kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni va baynakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus solihat. Maşallah, tabarakallah rahman. Mana bugun Abdulloh qori aka, sizlarni birodaringlar bugun Qur'onni tugatdilar inshaalloh. Alloh subhanahu taolodan so'rab qolamizki, bu Qur'onning nihoyasi emas, balki boshlanishi bo'lsin. Mana bizga bugun Qur'onni oxirini o'qib bergandek, Qur'onni oxirini tugatganlardek, Alloh subhanahu taolo o'zini huzurida ham bu birodarimizga, o'quvchimizga Qur'onni boshidan to oxiriga qadar o'qib berishlikni nasib qilsin. Hadisda Nabiy alayhisalom nima dedilar? Yuqal li sohibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha dedi. Qur'on sohibiga qiyomat kunida nima deyiladi? Unga aytiladiki, o'qigin, tartib bilan o'qigin va yuqorilagin deydi. Va seni manziling oxirgi o'qigan oyatingda deydi. Va mana shu martabani ham inshaalloh Abdulloh birodarimizga, o'quvchimizga nasib bo'lishligini, muyassar bo'lishligini Alloh subhanahu taolodan so'rab qolamiz. Maşallah. Alloh rozi bo'lsin Abdulloh. Alloh taolo o'zi ota-onangizni orzu havasini ko'radigan bir solih farzand bo'lib ulg'ayishingizni va kelajakda xususan o'zbek zabon millatimizga bir xizmat qiladigan va butun islom ummatiga bir chirog'i bo'ladigan, yo'lni ko'rsatadigan olimlardan bo'ling inshaalloh. Alloh qabul qilsin. Mashallah tabarakalloh. Alloh qabul qilsin.